проблему. Buni ham qanaqa narsa yutib ketdi? Qurolimiz tozalik qani? Дочку в подарок. Пиво. На что это ты Ой! пялишься, солдатик? Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun Aladi Hazamov, ya'ni men. Xullas o'shada shu gaplar. Bugun psixologik horror janrida bir necha o'yinlarda demo versiyasi chiqqan ekan. Shulardan birini bugun o'ynab test qilib ko'ramiz. O'zi test variant. Yana ham tekshirib bir o'ynab o'z fikrimizni bildiramiz. Xo'p, o'yinda umumiy janr ketishi, borishlari aytganimizdek psixologik horror, tak simulyator o'yin. Xo'p. Biz hozir bu o'yinni boshlab bir boshdan hammasini tekshiramiz. Bo'lmasa, qolgan ma'lumotlarni o'yin mobaynida berib borishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Birinchi kun. O. У меня мало времени, рядовой. Так что слушай внимательно. Второй раз повторять не буду. Meni vaqtim juda ham kam Ты deyapti. последний рубеж, защищающий наших Yaxshilab eshit. космического мусора, Sen нелегальных oxirgi мигрантов и anaqa террористов. tekshiradigan chegarachi ekanman. Работа Xo'p. тяжелая, но зато зарплата небольшая. Bizni Всё. kosmik Остальное musorlardan расскажет va инспектор. noqonuniy Конец связи. migrant terroristlardan qo'rqishimiz kerak ekan. Ishimiz qiyin ekan. Shuning uchun zarplatamiz uncha katta emas ekan. Bo'pti, bizga farq yo'q, ishlayveramiz, pul kerak bizga. Kredit to'lashimiz kerak onasini hamsin. Это ты новый инспектор? O, Давай быстро объясню правила. menman yangi inspektor. Смотри на экран. Qonun qoidalarni tushuntirar ekan. Проверь, что фото в базе данных соответствует внешности гостя. Не Mehmonimizni торопись. yuziga to'g'ri kelishi Лучше kerak ekan, перепроверить всё. ma'lumotlari Ведь hammasini ошибка tekshirishimiz может kerak ekan. привести к гибели планеты. Xo'p, Нашел agar что-то qaysi qanaqadir bir подозрительное? kichik yo'l qo'ysam, Имеешь sayyoramiz полное portlab право ketishi mumkin открыть ekan. огонь на поражение. Возьми Xo'p, табельное оружие. Ружье висит на стене. qurol asosiy bizning qurolimiz bor ekan. O, mana. Если все совпадает, открывай шлагбаум. Если нет, ну используй дробовик. Вот и все. Остальное проверят компьютеры. Ух. А теперь открывай быстрее. Домой хочу. Удачи, новичок. И еще Bizga увидимся. tushuntiradigan ekan. Ha, короче. Bizga tushuntiradigan odam ekan. Xo'p. Ого, настоящая таможня. Я думала, что их уже нигде не Albatta haqiqiy осталось. taможня. Ты будешь проверять мои документы сам? Ну и каменный век у вас тут. Biz hozir tosh asri deyapti. Xo'p, bizda nimalar bor? Bizda faqat bitta monitorimiz bor ekan, tekshiradigan, atak yozadigan, pozadigan narsamiz yo'q ekan. Qurolni olib bo'lmayapti chekkaga. Xo'p. Bo'p, turqi tarovatini. Tak, bu xuddi anaqaga o'xshab ketar ekan. Bu mening qo'shnim emas degan o'yin bor edi, men o'ynab ko'rgandim. Xuddi o'shanaqa tepa simulyator shunaqa ekan. Tekshirib kirgizardi unda ham odamlarni, faqat qo'limda qurol bo'lmasdi. Yeb qo'yardi ular. Xo'p, bunda qurol bor, yaxshi. Qurol bo'lgani yaxshi. Bunaqa o'yinlar juda ham menga yoqadi, onalarni ko'rsin. Любое время kim kelsa, qizib peshnasidan qo'ysak bo'ladi. Xo'p, ko'zi xuddi gipnozchining ko'ziga o'xshar ekan. Tepada bitta sochi bor, sochlar o'rtasi ochiq, mayda chiziqlari bor, kiyim chap tomonda sariq nuqta, og'zi ochiq, burni bitta nuqtasi bor. Xo'p. Menimcha ham narsasi to'g'ri kelyapti. Buni o'tkazib ko'ramiz. Начнем изучение этой планетки. Bu sayyorani o'rganishni boshlayman deyapti. Chota bu neto gapda. Menga yoqmaydi shunaqa gaplar. Flop Riebkank, Uber die Jibelsnot Wombo Ubertuber, Kriegssnap. Uba-tuba. Qanaqadir multik bo'lardi. Xo'p, uncha ko'p qarab o'tirmaymiz, tekshiramiz sirazi. Tak, nimalar bor? Rasmda shoxi bor. Buni shoxi yo'q, burni qo'sh. Da, suka, bilet. Yomon portadi lekin bor-ku. Эти неудачники не пустили меня в Space Vegas. И знаешь что? Я построю свое omadsizlar meni deyapti, Vegasga o'tkazman. Bilasanmi nima? Мешок с костями. Men shunchaki nima deyapti? Bu kazino qurar ekan, короче. Bu shunaqa bir multik bo'lardi qanaqadir. Tepa shunga o'xshaygan, xo'p. Kallasi lampochkasi bor, ko'zi sal chaproq qaragan. Robot bo'lsa ham sigaret chek ekan, lekin bu juda yomon. Xo'p, atak qolgan joylari o'xshayapti, kelyapti. Chiziqlari bor. Menimcha o'tkazib yuboramiz buni ham. Xo'p. Пока неудачник. Yo'q, xayr, omadsiz deb ketdi-ku bu.
Qanaqa sayyoramizga nima bo'ldi ekan? Что-то men chamasi joyida. Ya, smenamiz tugabdi. Вступайте в ряды пограничных войск Гиблии. Вас We ждет can почти do it. регулярная зарплата, почет и уважение в обществе, бесплатная кремация, если тело будет найдено. И Оружием самое tozalashimiz главное, mumkin тебе ekan. дадут ствол. Одиноко. u Не с кем mahluqchalar разделить yeb bo'lmas ужин. ekan. Всё время Xo'p. уходит на карьеру, а дома никто не ждет. Yana И nimalar на bor? час решить свою проблему. Звоните сейчас, чтобы получить O, младшую kimdir дочку в kimdir yeb, подарок. pishakcha qochyapti. Пиво Nimani o'ylasa «Серёга». kerak. Классический средство. Честная цена To'rt ishlik, практически Xo'p. не токсична. Вызывает привыкание. Ни одного доказанного летального исхода. Hammom ishlayapti, Питательные narsa bor. батончики от мамочки. Sen Без qila olasan холестерина, deyapti. пальмового масла, цвета, запаха и вкуса. Hozirda o'chirib qo'ysak Вступайте в bo'lar ряды ekan. Qurol пограничных tozasi войск bor. Qurol Гиблии. tozalab Вас ko'ramiz. ждет. Вижу, О! ты разобрался с должностными обязанностями. Конечно, можно было бы и получше, но невинные жертвы уложились в допустимые нормы. Отдохни как следует. Завтра придется выложиться на все 100%. Ha, aybi bo'lmaganlarni Konец otishda limiti bor ekan. Xo'p. Вступайте в ряды Qurol- пограничных войск Гиблии. Вас ждет почти регулярная зарплата. Yaxshi, yaxshi. Xonacha ixcham shinamgina ekan. Xo'p. Вступайте в ряды пограничных войск. Devichalik. Uxlaymiz. Qiziq narsa ko'rmadim hozircha boshqa. Ikkinchi kun. Xo'p. Ikkinchi kunimiz nimalar bo'lar ekan? O'q, qurolni oldik. О, нет. Очередное примитивное существо на моем пути из боли O'zing и yoqimsiz mavjudotsan. разочарования. Не скажу, что удивлен. Просто используй свою пушку по назначению и покончим с этим, хорошо? Dad! Я знал, что этим все кончит. И вовсе мне не хочется на твою глупую планету. Просто у меня есть там дела. Вот и все. Nичего незаконного Bu или yerda ishim пошлого. bor deyapti. Xo'p, bu meni planetam xohlamayapti ekan, no, lekin shu yerda ishi bor ekan. Men xo'p, buni solishtiramiz, tekshiramiz. Xo'p, sochlari mana bunaqa kelgan. Ko'zlari xuddi shunaqa, tagida ikkita chiziq bor, qulog'i 3 ta chiziq, lab bor, xo'p, bo'yin, babichkasi bor. Buni babichkasi yo'q ekan. Значит, bu zombi. Solamizmi? Solamiz. Dad! So'kinmaymiz. Приветствую, человеческое. Я желаю попасть на твою планету. Мои цели не противоречат вашим юридическим или физическим. O. Salom odamzod. Men sening planetangga borishni xohlayman. Mening maqsadim deyapti, yuridik va fizический qonunlar bilanmi? Atak shunaqa deyapti. Oppa, buni tekshiramiz, xo'p. Nima bu? Atak sablazni deydi, nima deydi? Qo'lda tatuirovka yo'q, bu birinchi xato. Sochlari buniki meduzan sochiga o'xshaydi, buni soch tip-tekis. Dars! Qabul qilinmadi. Yoki bo'lmasa qabul qilinmaydi. Menga farqi yo'q, короче, любой chasiga qo'yiladi. Odamcha devordik-ku bu. Uni ko'zi nima? Meni ko'zim sengidan baland dedimi? Meni tez o'tkazib yubor, bu nima deydi? Behuda sayyorangga men seni tishlab olmasimdan turib deyapti. Nima deb o'ylaysan deyapti. Sen meni tishlab olasan, men qo'limda eslachi rujyo bor. Peshangdan darcha ochib qo'yishim mumkin, bratishga. Ko'p menga huy yetqima bolakay. Xo'p, tekshiramiz. Ko'zi pastga qaragan, bitta ko'zi chiqib ketgan, qoshi ham bittasi chiqib ketgan ekan. Xo'p, kallasi bunaqa chiziqlari bor. Bo'yinda ham chizig'i bor. Eng qizig'i bu ayal ekan bu. Xo'p, yelkada chiziq, qo'l tirsak. Xo'p, atak men boshqa farq topa olmadim. Kimdir buni qo'yib yuborsammikan, qo'yarmasan, chota o'zida. Necha qo'yib yuborib ko'ramiz. Nima farqi bor? Orqasida odam bormi? Yo'q, pastda ekan. Harakat qil. Hech narsa deyapti-ku bu. O'tmaydi. Ibodat qil deyapti. Boshqa ko'rishmasligimiz uchun deyapti. Do'q bo'lsa qilyapti-ku. Bu menga chota otgan yaxshimi? Orqasini dars qiziq. Chota smenamiz yana tugadi, menimcha. Smenamiz tugabdi. Вступайте
Вступайте в ряды We пограничных can do войск it. Гитлии. Sen qila Вас olasan. ждет почти регулярная зарплата, почет и уважение в обществе. Hop, qurol Бесплатная tozalikdan. кремация, если тело будет А ты не так плох, И? как я думала. Возможно, Что-то из тебя poza выйдет neto'da. толк. Bu neto По pozada крайней bu. мере, ты продержался дольше, чем... Sen yolmasagan men Не o'ylaganimdan теряй ko'ra бдительности, deyapti. рядовой. Помни, ксеносы Balkim sen хитрые и nimadir chiqib qolar коварные. deyapti. Tepa kesakda cho'q Konec chiqib qolar связи. degandek gap gapiryapti. Xo'p. Cho'ta lekin menga buni turish yoqmayapti-da. Вступайте в ряды пограничных Qurolni войск neto Гитлии. tozalyapti qandaydir. Вас Bunday ждет ishlab olganmi? почти Bunday регулярная qo'yganmi? зарплата, почет и уважение в обществе. Бесплатная крем... Uxlaymiz. 3-kun. Men qurolim qani? Ого, ты все еще здесь? Sen Обычно hali ham стажеров sherdamisan deyapti. хватает на день. Ну, поздравляю, Odatiy видимо. deyapti, staj У oluvchilar меня для deyapti, тебя bir kun плохие yetadi deyapti. новости. Men senga Умники yomon из штаба xabarim накатили bor. обновления на компьютеры. Xo'p, aqllar deyapti, В kompyuter общем, tizimi buzib автоматическая сверка kiribdi. виз больше не работает. Endi Теперь bashar тебе rasmini qarab придется solishtira сравнивать не olmaymiz. только Boshqa ayblarni фото, но o'qitishimiz и kerak паспортные ekan. данные с тем, Хоп. что написано в визе. Pasportiga yozilgan Как ekan. обычно. Видишь Ksenat любое Derlov, расхождение? rasa Stреляй без inspektor раздумий. deyapti. Tepa avlodimi? Endi rasa degani avlodda. Jinsi ayol, yoshi 26 da, razmer grut, ko'kragining kattaligi i. Ko'kragining kattaligi noma'lum ekan. Turishidan o'zi. Ha, mayda tekshiradigan joyi bor ekan. Pasportda u ismi Ksenodirlov ekan. Xo'p. Ksenodirlov, inspektor ayol kishi, yoshi 26 da, o'sha kattaligi noma'lum ekan. Xo'p. Ko'zlari chaproqqa qaragan, ko'zlari yonib turadi. Xo'p, quloqchasi, sochi, emblemasi, pagoni, xo'p, ha, o'zi ekan. O'tkazib olamiz. Bu bizga anavda o'rgatyapti-ku, pravilani, to'g'rimi? Buni qo'yib yuborik. Ты уловил суть. Будь начеку. Xo'p, keyin klientimizni kutamiz endi. Короче, men terim deb tashlamoqchi ekan bu eshak. Xo'p, ko'zlarimni ham yutib yubormoqchi ekan qalbimga qo'shib. O. Ismi Kripolo, xo'p, Kripolo, порождение, rasas порождение deyapti, xo'p. Jinsi noma'lum, yosh uchun 174 ta. Tug'ilgan joyi Kashmarda tug'ilgan ekan. Taktipa Nightmare, xuddi nima deydi, chilkashlik joyda, lekin tashqi ko'rinishi o'xshamayapti. Buni tish teptiks, menimcha brekit qo'ydirgan bo'lsa kerak-a. Lekin men bunaqa maxluqni sayromga qo'yib yuborishni xohlamagan bo'lardim. Das! Naxi berdim. У меня нет времени на Meni эти vaqtim yo'q. формальности. Bunaqa narsalar uchun. Что на этой планете есть детский сад Ордена. Meni bu yerga jo'natishdi deyapti, nima? Detskaz uchun deydimi? Orden bilan, onasini hamsin turq tarovatini tekshirik birinchi turq tarovat. Turq tarovat menimcha bir xil, cho'ta bir xil, menimcha bir xil. Xo'p, qolgan narsalar ko'rma, bu pasportni tekshiramiz. Ismi Dark Vander. Darth Vader. Anodagi. Nima edi? Samo yo'lidagi. Samo yo'li debman. Nima? Samo yo'limi? Nima edi? Darth Vader. Nima degan anavda? Anakin bo'lardi-ku, Skywalker. Yulduzlar jangi, yulduzlar jangida. Esladim, kakras. Xo'p, kiyimda, turishda atak boshqa muammo yo'q. Bu yerga menimcha Darth Vader degani anaqadan qochgan bo'lar, avtorskiy pravodan. Xo'p, tekshiramiz. Darth Vader, xo'p, avlodi deyapti. Uzoq odam anaqasi ekan. Jimotra otoraman peshonangdan. Nafs olishga qiynalyapti ekan. Человек глубокий прожарки, xo'p. Jinsi nima? O'zgartirilgan degan, nima degan? Olib tashlangan deganmi? Yoshi 45 ta ekan. Tug'ilgan sanasi yozilgan ekan, 96-yil ekan. Sehtlar lordi ekan. Lekin uzr, Dark Vader. Alvido. Surgizim kerak. Portlatvardik yigit. Мои протоколы и порты в полном порядке, инспектор. Конечно, hamma вы narsam можете joyida их deyapti, проверить, xo'p. если этого Albatta siz buni требует tekshirib ko'rishingiz процедура. mumkin deyapti, agar bu kerak bo'lsa, talab qilinsa, xo'p. Ismi N40M1 ekan. Shunday.
avlodi droidlar avlodi ekan. Xo'p. Jinsi ginoid ekan. Xo'p, yosh 4 yoshda ekan. Xotirasi 128 terabayt ekan. Xo'p, uni tashqi ko'rinishini tekshiramiz. Tashqi ko'rinishi o'xshayapti tipa o'ziga, ko'zlari, sochlari, sochlari shunaqa, shunday. Navoshniga kallasidagi yorilgan joy, bo'yindagi chiziqlari, razmer grud o'sha bir xil ekan, короче. Xo'p, o'tkazib yuboramiz buni. Выражаю благодарность за приемлемо выполненную работу. Kimdir qoldimi hali? Bitta shu qolibdi. Я всего лишь маленькая беззащитная девочка, которая летит в kichkinagina этом himoyasiz оборудованном qizman беспилотном deyapti. межпланетном корабле Avtopilotda uchib kelyapti-ku bizlar sayyoramizga. Uyiga, onasiga bormoqchi ekan. Xo'p, buni tekshiramiz. Ismi Tiffany, avlodi odam. Tiffany avlodi odam. Jinsi ayol, yosh 18 da. IQ 30 ekan. IQ. Einsteinda necha edi? 150 midi? Xo'p, tashqi ko'rinishni solishtiramiz. Quloqlarida bantikchalari bor, bo'ynida babichkasi bor. Birinchisi puchuq burun, ko'zchalari, tepa chaproqda. Qo'lida doim kvant fizikasini ko'tarib yurar ekan. Kvantum fizika. Rasm o'xshayapti, o'ziga o'xshaydi bu menimcha. Tipa, buni qo'yib yuboramiz sayyoraga. Qo'yib yuboramiz. Xo'p. Kuldi bu. To'xta. Hech kim qolmadi. Smenamiz tugadi-yu menimcha. Eshikni ochilishi menga yoqmayapti-da. Вступайте в ряды пограничных войск Гибли. Вас ждет почти регулярная зарплата, почет и уважение в обществе, бесплатная кремация, если тело будет найдено. И самое главное, тебе дадут ствол. Dasturxonga qo'ydi o'zi buni. Bo'yna qo'lda turadi o'tgan safar qaraganda. Buni yozuv o'chib boryapti, xiralashib, tak e'tiborli bo'lamiz. Buni ancha o'sib qolibdi pastida. Xo'p, qurol tozalaymiz. Я лично изучила твой отчет последнего дня, рядовой. Buni pozasi o'zgaryapti. Bu neto'b lekin bolalar. Редко Ehtiyot встретишь bo'lamiz. человека, который действительно ценит устав и дисциплину. Ehtiyot bo'lamiz, Знаешь, o'g'illar. у меня очень большие Bu deyapti, oxirgi ожидания. paytdagi men onamni kuzatyapti ekan. Разочаруй Buni меня, nima deydi? новичок. Hayron qoldiryapti ekan. Meni qilayotgan ishlarim. Вступайте в ряды пограничных войск Гибли. Что-то Вас ждет qanaqadir почти регулярная зарплата, почет и nima уважение в deydi, deymi? обществе, бесплатная Boshda aylantirishga кремация, o'xshagan если ishlar тело bo'lyapti. будет Chot haqiqatan найдено. shundaymi И deyman. самое главное, Bitta uxlab turayotgan birga bo'lar. 4-kun. Qurolimiz qo'limizda. Xo'p, bugun keladigan ozmlarni ko'rib olaylik qani. Ой, надеюсь, хотя бы на этой планетке я найду укрытие от нас. Bu umid qilyapti nimadandir. Boshpana topishga umid qilyapti meni sayyoramdan. Afsuski men hammaga sayyoramdan joy bermayman. Xo'p, ismi Lola de Stalin ekan. Stalinning qizimi deymanda. Avlodi gibrid ekan, chatishma ekan. Jinsi ayol ekan, yoshi 18 ekan. Xo'p. Vazifasi qirolicha ekan. To'g'ri, tashqi ko'rinishni solishtiramiz. Xo'p, sochi bor, tepaga qaragan bantikchasi bor. Bantiga ikkita ekanda. Uzr singlim. Rozi bo'lasiz bizdan. Meni o'tqizaman. Стоит поискать другую планету. Men boshqa planeta izlaganim yaxshi ekan deydi. Kim edi bu? Ko'zi ko'r qiladigan qorong'ilik olib kelar ekan bu bizga. Meni sayyoranga qo'yib yubor deyapti. Bu unutgan qalblarni ana qutqaraymish. Yoki men noto'g'ri tarjima qilib qo'ydim boshini. Xo'p, ismi Zot Proklятие ekan. O'xdi, jin urgan zot ekan bu. Avlodi bo'mbo'sh ekan. Jinsi erkak ekan. Yoshi 1047 da ekan. Kultanlar lider ekan ishi.
Albatta bunaqalar kultaga litr bo'ladi, boshqa qayga bo'lardi. Xo'p, shoxi bor, peshnasi anaqasi bor, tishi tak 4 ta 8 ta, ko'z yo'q, короче, quloq pastga qaragan, yelkasi ikkita o'yig'i bor. Xo'p, qanaqadir ko'ylakcha o'rab qo'yibdi o'ziga. Lekin men uni sayyoraga qo'yib yuborim kelmayapti-da buni. Uni peshnasini otgim kelyapti ko'proq. Asli hamma narsa to'g'ri kelyapti. Peshangni otib yuboraman, uka, ko'p janjal qilma, sabr qil, sabr ko'nayt bilet. 1047 da. O'tib qo'yib yuboramiz. Meni kutam yana nima deydi, anaqaga qaytadi deyapti-ku. Возвышение deydimi? Что-то eshik ochiqda. Почему меня всегда отправляют на гиблю? Почему не на планету милых кишкодевочек или хотя бы тунца? Nima edi bu? Nimasan seni? Eshik bekarga ochilmayapti ekanda, sababi bor ekanda, eshik ochilayotganmi? Xo'p, buni tekshiramiz. Tak, ismi Gringo, avlodi nima? Psevdakot, kuchlar avlodi, nima deydi? Gringo, psevdakot, jinsi ayol ekan, yoshi 34, mushuk yoshi ekan. Bu yerda yoshi 70, bu yerda 34. Xayr, mushuk ayol. Boshqa uchrashmasak kerak deb o'ylayman, ha? Nima deb o'ylaysan? Мяу, Эдуардыка. Привет! Сразу скажу, у меня есть право отказаться Salom, проходить birdaniga тест на aytaman алкоголь. deyapti. А тебе просто мои доки нужны. Test alkogoldan o'tolmabdi bu. Discord'im bor. Men dokumentim kerakmi? Oldi, berdi-ku. Xo'p. Ismi Kata, pishakchi ekan. Avlodi pishak qizlar avlodi ekan. Xo'p, jinsi ayol ekan, yoshi 24 ta ekan. Diagnozi alkogolizm, bu bo'mish ekan bu. Xo'p, tekshiramiz mayli. Bo'mkalarim kerak eslicho. Tak qulog'i bor, xo'p, tak qosh bittasi o'tib ketgan, burun, og'iz, ko'z, sochlar kelgan joyi, bo'yni, kiyimi, razmer grud, xuddi shunaqa. O'tib qo'yaveramiz buni, hamma narsasi to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Пиво! Я лечу к тебе! Meni bir bo'lmish do'stim bo'lar, doim pivo ichadigan, shuning uchun aytish kerak ekan buni. Я хочу навестить друга. Ты пропустишь меня? Do'stini ko'rmoqchimi ekan, ha? Do'stini oldiga bormoqchimi ekan? Sen meni qo'yib yuborasanmi, deyapti. Iltimos, deyapti. Brat, men ham xizmat vazifamni bajaryapman. Dokumentlaringiz to'g'ri kelsa, tashqi ko'rinishingiz, buni yoqimsiz turqi tarovatingiz, dokumentingizga to'g'ri kelsa, albatta qo'yib yuboraman. Xo'p, ismi Kosmo ekan, avlodi kelgindi ekan. Xo'p, avlodi kelgindi. Jinsi erkak ekan, ishonarli tarzda. Nima bu? Ana bo'lgan, trans bo'lganmi? Yoshi 168 da ekan. Xo'p. Sposobnosti telekinez ekan. Xo'p, tashqi ko'rinishini solishtiramiz bo'lmasa. Hop, kalla, qovoq, ko'z, burun, bitta chiziq, og'zi, bo'yindagi 1 2 3 4 ta chizig'i, qo'li, ishgan joyi, futbolkadaligi, hoppa, to'g'ri keldi. O'tkazib yuboramiz. Спасибо тебе, Rahmat человек. senga, odam dedi-ku. Bu eshik yana ham kattaroq ochildi. Ichida bo'yna kimdir bor edi buni. Вступайте в Их ряды qo'y. пограничных войск Buni Гиблии. yutib boshladi Вас o'zi. ждет почти регулярная зарплата, Buni почет и kallasi o'zi уважение в pishakchi bo'lib обществе, qoldi. бесплатная Maybe bo'lib qoldi. кремация, если тело будет Katta opasininkisi найдено. buni ko'zdan И qon самое oqyapti, главное, xo'p. тебе дадут ствол. Buni qo'li anaqaga aylanib ketdi o'zi. Не с Shu кем pilsiga. разделить ужин. Всё Paypaslar время ishlarga. уходит на карьеру, а дома никто не ждет. Семья на час решит твою проблему. Xo'p, Звоните qurol сейчас, tozalaymiz. чтобы получить младшую дочь.
Черт возьми, новичок, ты действительно хорош. Bu nimadir qilmoqchi. Vajinursan, yangi deyapti. Sen deyapti, katta yaxshi ekansan deyapti. Senda katta potensial bor. Sen bir ko'k anaqa emas ekansan deyapti. Tushunyapsanmi? Sen qachon o'z anaqangni ishga solasan deyapti. Bu cho'tom qurol tozalashi ham netadi, mana bunaqa qilib biladi. G'alati, действительно g'alati. Cho'ta har safar ana u pozitsiyani o'zgartiryapti. Bunaqasiga yotib, bo'ynimda orqa bilan turadi, keyin ko'krak bilan endi bunday qilib yotibdi. Endi bu safar nima bo'lar ekan? Lekin rasmlar o'zgaryapti. Bu ham nimadir belgisi menimcha. Uxliqqan. Ha, toza maza. Qurolni ham tozalayapti, tepa gematoma qilganda olonchani. Такими темпами придется запомнить твое имя. Шучу, ты не в моем вкусе. Sen bir yerda yomon ishlamayapsan снова так себе. Участились случаи угона транспортных средств. Yana deyapti, yangilik shunaqa deyapti. Короче, mashinalarni raqamini tekshirishim kerak ekan. Sen orqangda deyapti, o'tirgan joyingni qimirlatishing kerak buning uchun deyapti. И нет, сверху виз эти умники тоже не починили. Больше работы за те же деньги. Все, как мы любим. Ko'p ish o'sha har doimgi pul uchun deyapti. Bu anoda o'zbekchilikda, bu o'zbekchilikda ha aka deydi, shuni qilib olaylik deydi. Bo'ldi aka, shu bilan boshqa sizga iltimosimiz, ishimiz yo'q deydi. Xo'p deb ruxsat berasiz, shunday ildirib olgandan keyin oxirigacha ikkita tuxumini ham qo'yishib kerakchi. Mana bu yerda raqamni tekshirayotganmiz. A7 M208. Buni birinchi ismini tekshirib olaylik. Ksena Dirlov. Inspektor, ayol, jinsi 26 yosh. Razmer grud ko'krak kattaligi noma'lum. Bizga ham noma'lum. Xo'p. A7 M208. Raqamni tekshirib qo'yaylik buni. A7 M208. Orqasi raqam yo'q ekan, bu yaxshi. Orqasiga o'tib yurmaymiz. O't. Отлично. Верю, ты справишься и с остальными. Nima bu? Mana nima? Yotayotgan xonammi shu hozir shunday? G'alati qandaydir, g'alati. Kim ekan bu? Tanishni xohlayapti kimlar bilan. Yangi miyalar yaxshi ko'rar ekan. Sen tushunyapsanmi deyapti, nima haqida gapirayotgan. Bu miya yeydi ekan. Короче, mazga yeydi ekanda, bu mazga yo'q ekanda, bu mazga yo'q emas, bu mazga yeydi ekan. Xo'p. Ismi Hedi Lamar, xo'p, avlodi parazit ekan. Turi A variant ekan. Jinsi ham erkak, ham ayol ekan. Tipa shunda transmi shunda endi bu. Yoshi 27+2, 27+2, ismi Gordon F bo'lgan ekan odamini. Men bunaqa parazitlar sayyoramga hayotda qo'ymayman, garchi odam bo'lsa ham. Xo'p, bu ham tekshirikda bitta X4 K9TF. Xo'p. X4 K9TF. Lekin menga bunaqa sayyoramga parazitlar kerak emas. Sur berdim aka. Parazitlar sayyoraga qo'ymayman men. Uchinchi chasta kelaman deyapti. O, salom amigo deyapti-ku. Men eshitdim deyapti, seni qiziqarib planetangda qanaqadir festival bo'layapti ekan deyapti. Bu gamburgerni yaxshi ko'rar ekan. Xo'p, gamburger yana nima? Ya bananni ham yaxshi ko'rmaysanmi shu? Ismi Chibutubir Akidoki ekan. Xo'p. Ismi shunaqa. Avlodi Volshebniy Kiber Devichka ekan. Xo'p. Sehrli kiber qiz ekan. Jinsi ajdar ekan, yoshi 25 da ekan, belgisi rak ekan. Xo'p, tashqi ko'rinishni tekshiramiz bo'lmasa. Sochlar ikkita bantikchasi, bitta ko'z tepaga, bittasi pastga qaragan, burni nuqta, qulog'i chiqib turibdi, soch uchburchak. Короче, tashqi ko'rinishdan men ayb topolmadim. Bantik babichkasi ham o'sha. Xo'p, buni raqamini solishtiramiz bo'lmasa. Litsenziyasi M9X2T6. M9X2T6. To'g'ri ekan. Xo'p, qo'yib yuboramiz buni. Bowser, esperame! Ispancha gapirdim hozir, qaysi tilda gapirdi? O'chirtali moshin ko'p ekan lekin.
Если не поторопишься, я добавлю твой череп в свою коллекцию, жалкий червяк. Uх ты. Behuda chuvalchang deydimi? Meni hozir bu. Anoku bu. Nima edi oti? Xishnik. Xo'p. Bu meni miyamda nima dedi? G'ajib tashlayman va kolleksiyamga qo'shaman dedimi? Nima do'q bo'lsa qildi. Uka, peshangani darcha ochib qo'yaman. Ko'p yetqima bola menga. Qiz bola bo'lsa kerak menimcha, razmer grudiga qaraganda. Xo'p. Ismi ovchi. Avlodi deyapti, plat yali deyaptimi? Zaharli bir balami? Jinsi jangchi ayol ekan. Xo'p, yoshi 435 ta ekan. O'ldirganlarning soni 1987 ta ekan. Tashqi ko'rinishi peshanasi qashqa, ikki yoni ham qashqa, qosh nidovolin, ko'zlar, og'iz pachaq, yelkada ikkita anaqa ochiq joyi bor ekan, tepa manaqa saloni qizil setkadan to'qilgan anaqa ekan. Xullas meni rasmimda bunda ko'k ekan lekin. Все люди такие тормоза. Или ты особенный? Et sare. Tormoz deysan? Nerimga o'ynama bola. Mazzam qochirib qo'yaman. Я уважаю традиции вашего народа, предусматривающие досмотр гостя, и окажу любое содействие. Bu kim? Personaj bu. Qaysi kino deydi? Qaysi kino deydi? Bu anaqa kino deydi bu. Anavi Samo yo'lida, Samo yo'lida Spock. Sevgi haqida gapirsa bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi deydi-ku o'sha. Ismi Spook, bu avtoskiy provadan qochilgan, bu tushunamiz. Avlodi vulkanoid, vulqon sayyorasida tug'ilgan. Jinsi Nimoil ekan. Xo'p, yoshi 150 ta ekan. Mana dini logika ekan, как раз mana. Dini logika. O'sha mantiqda. Tashqi ko'rinishni solishtiramiz. Ko'zi o'rtada bir chiziq, qosh tepaga bunaqa tortilgan. Xo'p, soch bir tekis ketgan, qulog'i o'sha nima edi? Astro-uxa. Ускорить процедуру проверки. Imkoni yo'q uni. Xohlaganimda ishlayman. Xohlasam peshangani darchani ochaveraman. Okey, ko'p menga anaqa qilmagan. Adalchini qilmagan menga, okey. Xo'p, N7 T5K. N7 T5K. Buni raqami N50 ekan. Yani tezlashtirishni so'raydi mendan. Я обращусь с апелляцией. Mashinnik. Apellyatsiya qilmoqchi ekan men ustimda. Пожалуйста, давай без шуток про размер. Я в курсе, что мне повезло, но не смотри мне прямо в глаз. Chota. У нас это считается неприличным. Короче, anaqa. Bir daqiqa men shunday o'yin haqida ozroq fikrimni bildirayda. Bu o'yin psixologik horrorga o'xshamayapti-yu. Bu o'yin psixologik pornoga o'xshayapti-da, chota bu gaplaridan. Iltimos deyapti, razmer haqida hazil qilmaylik deyapti. Ertaroq men dokumentni tekshirib ber deyapti. Bo'yna qurolni betib kachat qilib o'tirgan vaqt bo'yna har xil pozada turishi ham tepa shu psixologik porno bo'ladi. Horror emas ekan bu, adashibmiz bu o'yinda o'ynab. Xo'p, endi oxiriga yetkazib qo'yaylik. Ismi Polyphemus ekan. Avlodi Siklop ekan. Bir ko'zligidan ma'lum bu siklopligi. Jinsi ayol ekan. Xo'p, yoshi 22 da. Xo'p, qarindoshlik aloqalari kartishka bilan aloqasi bor ekan. Bular kartishkadan tug'ilganmi deyman-da biladi. Xo'p, sochi, ko'zi bitta pastga qaragan, qulog'i chapga chiqib turib, to'ng tomonda ko'rinmagan, betida 3 tadan chizig'i bor, labi, bo'yni. O'lchamga keladigan bo'lsak, haqiqatda o'lcham katta. Что ты пялишься? Men nevrimga o'ynaman, men asabiyman bola. Anaqangdan darcha ochib qo'yish mumkin, peshanangdan emas. Ehtiyot bo'lgin. Haqiqatda razmer katta ekan lekin. Yana raqamni tekshirib ko'raylik. Z9P4L. Z9P4L. O't. Я рада, что мы нашли визуальный контакт. Men raqamni olib ketdimi yo Instagram nikini olib ketdimi deyman-da. Voy, bella, qayerda xato ketdi? Aytaman, anaqa joyga qaramanglar. Anaqa joyga qaradilar, mana shunaqa ishinglarda patas bo'ladi. Xayolni buzmanglar. Ne tahrat qilib ish qilish kerak. Xayol chalg'itasizlar, tahrat buziladi, keyin ish dabdala bo'ladi. Billat.
Xayolni bizni razmer haqida gapirib eshak. Ты тут неплохо освоился. Такими темпами придется запомнить твое имя. Шучу, ты не в моем вкусе. Новости снова так себе. Sen meni vkusimdamassan deydi-ku, sen meni vkusimdamassan. Теперь штаб требует, чтобы мы проверяли номера машин. Так что теперь тебе придется тащить свою задницу из будки наружу и смотреть, совпадает ли номер тачки с тем, что в базе. Нет, сверху вис эти умники тоже не починили. Больше работы за те же деньги. Все, как мы любим. raqami to'g'ri. Bu anavi ko'p aytganchi. Har kimga maslahat beradigan. O'tkazib bo'lsa kerak. O'sha shu yozuvlarni aytibman-ki, psixologически anaqa bu. Отлично. Верю, ты справишься и с остальными. Sen qolganlar bilan hal qila olasan deb o'ylayman, deyapti. Portlab ketmaymish qilib. Hola, amigo. Я слышала, что на твоей забавной планетке будет проходить фестиваль Боус. Я имела в виду... Ha, meni sayyoramda festival, Boz festivali bo'lyapti. Sen gamburgerni yaxshi ko'rasan, bilaman. Isming Chibituber Akidoki ekan. Chibituber ekan. Xo'p, shot shunday avlodi sehrli kibir devichka, sehrli qiz avlodidan ekan. Bu yerda avlodi gibrid deb yozib qo'yibdi. Vaqtim yo'q senga. Если не поторопишься, я добавлю твой череп в свою коллекцию, жалкий червяк. Sire, to'qib saqlasan menga kelganingni. Meni kallamni bu kolleksiyasiga Я qo'shmoqchi. уважаю традиции вашего народа, Спок-гиллики предусматривающие спок. досмотр гостя и окажу Ismi любое Spook, содействие. avlodi vulkanoid, jinsi Nimoil ekan. Da Nimoil. Yosh 100 yillikda, dini logika. Xo'p, tashqi ko'rinishini solishtiramiz. Burni, ikkita chizig'i, og'zini bir chekkasi qiyshiq. Kiyimi, samo yo'lni belgisi. Xo'p, raqamni tekshiramiz. A7M 208, A7M 208, A7M 208. Xo'p, menimcha bu hamma narsasi to'g'ri kelyapti. Dokument shunaqa, xuddi shunday, da. Qo'yib yuboramiz. Ha, portlama, portlama. Шуток про размер. Я в курсе, что мне повезло, но не смотри мне Ana, прямо ana, в глаза. boyna keldi. У нас это считается неприличным. O'lchami haqida hazil qilma degan. Boyna bizni hayalni buzib, sayyoramiz portlatib ketdi. Yaramas. Xo'p, men ko'zimga to'g'ri qaramadik. Ko'zingga qaramasam qayerga qarayman? Bilyapti, yana xayol buzyapti bu. Ismi Polyphemus, avlodi Siklop. Polyphemus avlodi Siklop, jinsi ayol, yoshi 22 da. Ana tashqisi Blizarukas ekan. Yaqin nima deyapti? Yaqin ko'zlaymi, nima deydi? Qarshi, bo'yna bizlar nimada xatoga yo'l qo'ydik? Nimada? Hamma narsa to'g'ri kelyapti-ku. YouTube'da bundan battar so'kinishlar bor-ku. Ban bermasa kerak deb o'ylaymiz, endi nima deymiz? Yaxshi niyat qilib turing-qan. Ban berib yuborsa o'sha joylarni kesib tashlaymiz, og'a. Muammosi yo'q-ku. Xo'p, sochlari. Ну что ты пялишься? Sochlari, xo'p, joyida, sochlari joyida. Tak. Yana nimasini tekshirish mumkin? D5 P7 Y1. D5 P7 Y1. Bundan keyin bitta mashina qolyaptimi? Shu bugungi seminarni eson-omon tugatib olaylik-da. Shu biz sayyoradagilar xayolim bizni naryoqda o'yna. Sen ham surib yurgan. Eshik ochilgan sari meni yuragim orqaga tortyapti. Вступайте в ряды пограничных войск. O'zi mana unda Вас yutardi ждет uni. почти регулярная зарплата, почет и Mana уважение endi в buni обществе, kallasiga almashib бесплатная qoldi. кремация, Boyna naborot если edi. тело будет найдено. Ha, И deyapti. самое главное, тебе дадут ствол. Katta opa suyakka Одиноко, aylanib qolibdi o'zi. не с кем разделить ужин. Все
время уходит на карьеру, а дома никто не ждет, семья на час решит твою проблему. Звоните сейчас, чтобы получить младшую дочку в подарок. Пиво... На что это ты пялишься, солдатик? В штабе сломался кондиционер. Здесь просто невыносимая жара. Aytuvdim-a, bu psixologический horror o'yin emas. Bu psixologический porno. Наедине. Qanday buni propustik qilsak bo'ladi? Подробности. У нас вся ночь впереди. Bizni oldimizda butun boshli oqshom bor deyapti-ku, u yerda kuvoq tozalab qoldi, u bitib. Voy eshak. Voy eshagi. Uxla. Лула Денвер. Мультипаспорт. Bu kim bu? Ash menga yoqmayapti lekin. Xo'p, ishga qaytamiz bo'lmasa, xayol joyiga qo'yamiz. Chota xayolni buzdi bu komandir. Nito komandir ekan bu. Ismi Lula Denver ekan. Avlodi masxaraboz ekan. Xo'p. Jinsi ayol, yoshi 8 da, yoshi 0 da ekan. Vazifasi qattiq komponent ekan bu. Tipa ID kartaga o'xshagan, ha. Qoshlar, sochlar, qo'lidagi ID karta, yelkasidagi ikkita ip, qo'li 1 2 3 4 ta barmoq bor ekan, ko'rinib turibdi. Xo'p, tashqi ko'rinishdan muammo yo'q, dokumentdan muammo yo'q. Nimada muammo bor? По-моему, hech joyda muammo yo'q bunda. Скучно. Luli zerikarli deydi-ku. Luli Denver. Ismlarga ham qarang haqiqatan. A2 V8 Y9. Xo'p, raqamni tekshiramiz. A2 TB Y9 ekan. Menga ham juda skushna sen bilan hangama qilish, to'g'risini aytsam. Корбан, помоги! Korban yordam berdi. Korban senga yordam bera olmaydi hozir. Красавчик, хочешь повеселиться? $5, и ты увидишь то, что по телеку не покажут. Нихуя ты, блядь. Короче, $5 deyapti. Sen telefoningni ko'rsatmaydigan narsalarni ko'rsataman men deyapti. Bu nima endi bu? Bu psixologik horror emas bu. Rostdan bu psixologik o'rni bu. Danga. O'yin polni shunga qurilgan. Steamda. To'g'ri endi Steam ham kattalar joyiga, chunki GTA 5 qanaqa o'yinlagan bilamiz. Xo'p, tekshiramiz. Ismi Mary ekan, avlodi mutant ekan. Xo'p, ismi Mary, avlodi mutant, jinsi ayol, yoshi 24 ta. Xo'p, jinsi ayol, yoshi 24 ta. Tug'ilgan joyi Mars. Xo'p, tashqi ko'rinishi, sochlari tirshayib turibdi, tabassum bilan, ko'zlari pishak ko'z, bitta qulog'i chiqib turibdi, o'ng qo'li taktipa salom berib turibdi. Xo'p. Тут есть место без камер. Хотя, если накинешь еще 5. Agar yana 5 ta qo'shsang ustiga deyapti. Bu yerda kamerasiz joy bo'lsa, ustiga 5 ta qo'shsang. Yomon emas, yomon emas. Yomon emas. Anaqasi 3 ta ekan, короче. Anaqasi 3 ta ekan, xo'p. Mashina raqami B3 R8X1. B3 R8X1. B3 R8X1. Xullas. Buni qo'yib yuboramiz. Ana o deputatimiz aytganday, foyda keltiryapti bular. Albatta foyda keltiryapti. Narkotargovlarni ushlasak bo'ladi bular orqali. Ana qochuvda, qidiruvda bo'lganlar ushlasak bo'ladi bular orqali, to'g'ri, lekin. Эл любит путешествовать. Когда-нибудь Эл повидает весь космос и найдет... Xo'p. Bu
sayohat qilishda yoqtir ekan. Ismi El ekan, avlodi odam ekan, jinsi noma'lum ekan lekin. Yoshi 13 da ekan. Bitomus ko'rga deb yozib qo'yibdi. Ilonchasi tilida deb yozib qo'yganmi o'chota? Ha. Kuchugi bor ekan, lekin buni kuchugi yo'q ekan. Vaqti cho'zmaydi. Nima uchun? Kuchuging yo'qligi uchun. Kuchuging yoningda olib yur. Rasmiy kuchugingdan tushganmisan? Твою мать! Пошевеливайся со своими проверками, пока я не превратил тебя в огурец смолой. У меня времени на это. Rich deb yozib qo'yibdi. Rick kakras avtorskiy pravodan qo'shibdi-da. Rich avlodi odam, jinsi erkak, yoshi 70 da. Vazifasi короче, ixtirochi. Tashqi ko'rinishini solishtiramiz bo'lmasa. Xo'p. Kallasi bir tomonga o'g'ilgan, sochlari qiyshiq, qoshi birlashib ketgan. Xo'p, ko'zlari sal chaproq qaragan, ovuzidan suvlar oqib turibdi. Tashqi ko'rinish o'sha. Nomerni tekshiramiz. N7 T5K. N7 T5K. N7 T5K. Xo'p, o'tir. Ixtirochiga qo'yaveraylik. Жесть, этот пограничник настолько не очень, что пропустил даже меня. Deyapti. Sizlar deyapti. Anaqa ekansizlar, hattoki meni qo'yib yubordilar, deyapti-ku bu. Слушай, я сама не рада, что меня отправили на гиблю. Вот мои документы. Давай покончим с этим быстрее. Men o'zim ham xursand emasman meni birga jo'natishgandan, deydi-ku. Men shunday bir qarab turib tashqi ko'rinishini aybini topdim. Chap qulog'ingda ratsiya bor ekan, senda yo'q ekan. Что ты наделал? Sen nimalar qilib qo'yding? Men seni otib tashladim, shunchaki. Salom deyapti, menga ustaxona kerak deyapti. Men ikkita tranzistorimni to'g'irlash uchun deyapti. Iltimos meni qo'yib yubor. Ismi TV ekan, avlodi kiborg ekan. Xo'p, jinsi noma'lum, yoshi 10 da ekan. Garantiyasi tugabdi o'zi buni. Xo'p, tashqi ko'rinishi. Bir quloqda purjunkasi qiyshiq, bittasi to'g'ri, ko'zda ikkitamda xursand bo'lib turgan, og'iz, bo'yni purjunka. Xo'p, raqam tekshiramiz. A7 M208, A7 M208. A7 M208. Bundan keyin odam bormi? Odam yo'q ekan. Qarshi smenani tugatib qo'ydik shu yerda. Muammo qilmayga. Muammo buyurmasin. Qurolni qo'lingga aka. Jon aka, qurolni qo'lingga aka. Вступайте в ряды пограничных войск. Sen o'zi meni qo'limdasan, deyaptimi? Nima deyapti buni? Зарплата, почет и уважение в обществе. Бесплатная O'rningdan tur. если тело будет найдено. И самое главное, Men seni тебе дадут kuzatyapman. ствол. Одиноко. O'ldir. Все время уходит на карьеру, а дома никто не ждет. Shota o'yin endi haqiqatda o'yin endi horror tomonga o'tyapti. Boyna anaqa tomonga o'tyapti, 18+ tomonga. Xo'p, qurol tozalab ko'raylik, qani nima chiqar ekan. Я не могу больше ждать, солдат. Это опасность, с которой ты сталкиваешься каждый день. Это мужество, которое ты проявляешь, чтобы защитить меня, то есть нас, в смысле гиблю. Ты представлен к награде. И завтра после работы я обещаю тебе, ты получишь от меня ее лично. Men senga uni va'da qilaman deyapti-ku. Sen uni deyapti, shaxsan mendan qabul qila olasan deyapti. Nega tush payti регулярная зарплата, почет и уважение в обществе, бесплатная кремация, если тело будет найдено. И самое главное, o'yin emas bu. Buni короче demo versiyasi tugul, to'liq versiyasi chiqsa ham o'ynamaslik kerak. 7-kun. Привет, ветеран. Не припомню никого, кто задержался бы на этом блокпосте так долго. Новый приказ. Теперь мало смотреть только на номер. Еще нужно проверять, что он стоит на правильной тачке. Смотри на форму и тип кузова, а также обращай внимание на детали: бамперы, фары, решетки. Kuzovlarigacha qarang deyapti. O'yin lekin qiyinlashdi. O'yin qiyinlashdi. Lekin apa bilan uchrash yaqinlashdi lekin. Tashqi ko'rinishni ham tekshirishimiz kerak ekan. Buni tekshiruvdik. Ksena Dirlov, xo'p, inspektor, ayol, yoshi 26 da, razmeri belgilanmagan, tashqi ko'rinish o'sha.
Xo'p, mashinasining nomeri D5P7Y1. D5P7Y1. O'chirtdi qarasin. Mashina tashqi ko'rinishini ko'rish tekshirib kelishimiz kerak ekan bizlar. Mana bu yerdan qarab. Короче, вообще o'yin qiyinlashdi, lekin to'g'risi. Загляни на выходных в бар. Я угощаю. Chiqsang barga kel deyapti-ku, men senga o'zim anaqa to'lab yuboraman deyapti. Поверить не могу, что оказался на другой стороне. Знаешь, обычно это я перед экраном. Odatda men ekranda oldida bo'laman deyapti-ku. Xo'p, tashqi ko'rinishi. Tashqi ko'rinishda muammo bor ekan. Buni qolgan dokumentni tekshirib o'tirmayman. Men buni yozuvni ushlab olaman dedi-ku. Yozuvni ushlasang, boshqa narsasini ushlasang ham menga farqi yo'q. Assalomu alaykum, og'a qanday? Yo, bila tusrib. Nasham qochirding-ku, bola? Я чувствую очень глубокую связь между нашими разумами, инспектор. Рядом с вами мне так легко, будто моя масса исчезает. Xo'p, ismi Lizari Tona. Avlodi nima? Tentatiyan deb yozib qo'yibdi. Xo'p. Jinsi germafrodit ekan. Onasimsin. Bu maktabda bo'larmidi? Yosh 109 ekan. Anaqasi sposobnost qo'ldan keladigan narsa stillikiniz ekan. Tashqi ko'rinishi tirjayib turibdi. Xo'p. Sochlar orqaga taralgan, chap qo'lida ham bilima bor. Xo'p, razmer короче o'sha, chizig'i bor, kiyimi bor, qo'li. Tashqi ko'rinish biriga bir raqam tekshiramiz, raqamni. M9X2T6, M9X2T6. M9X2T6. Xo'p, endi kuzov tekshiramiz, kuzov. Orqasi, xo'p, dvigatel yonboshda yuryapti. Tumshug'i, farasi, buferi bor ekan. Xo'p. С радостью проведу с вами побольше времени, инспектор. Xursandchilik bilan siz bilan vaqt o'tkazaman deydi-ku bu. Chunki bu ham meni uni anaqa qilyapti, o'rayapti. Mashina shu tipa. Надеюсь, мы еще встретимся, инспектор. Umid qilamanki, biz yana uchrashamiz deyapti. Chunki uchrashadigan o'xshaymiz agar sayyorani portlatib o'rmasa. Kim bu? Salom shaharlik. Men bobojoningni vaqt qo'yib borasan deyapti. Shovqin qilmayman deyapti. Sen gapirishingda o'zi shovqin-ku brachka. Og'zini so'lab oqyapti, og'zi qiyshiq, burni bor, bittasi bitta ko'z bir chapga, bir oyoq o'ngga, soch, xo'p. Dokumentni tekshiramiz bo'lmasa. Mashinasi qanaqa mashinasi? Mashinasi tipa shunaqa. Tipa shunaqa mashinada yonboshdan ko'rinishi. Xo'p, dokumentni tekshirik. Ismi Xaligal ekan. Avlodi qishloqdan ekan. Xo'p, jinsi erkak, yoshi 678 da. Hobbisi baliq tutish ekan. Tashqi ko'rinishi o'xshab turibdi, buni sayyoraga qo'yib yuborgim kelmayapti, nimagadir. Xo'p, raqamni tekshiramiz bo'lmasa. Z9P4L. Z9P4L. Tumshug'ida uchburchak zinagi bor ekan mashinani. Tagida bunaqa chiqqan gulishli ham bor ekan. Xo'p, bu yerda qaraymiz endi. Gulishli bor, tagida chiqqan. Tumshug'idagi zinagi bunday uzunchoq ekan buniki, lekin. Bu ham shunaqa ekan, tipa. Da, bo'pti, qo'yib yuboramiz. Onang bu sayyorani yeb qo'yadi, yo'q bor bu. Ayo, o'tdi. Men kimman deyapti-ku? Bu Aryami Meyman deyapti-ku, men bilganim. Xo'p, ismi May Arayami ekan. May Arayami avlodi klon.
Короче, anaqa klon xullasda, klon tarjimasini to'g'risi bilmayman. Kopiyasi deganda kapta. Jinsi Brevna. Yoshi 14 ta. Vazifasi pilot mex ekan. Mexani uchuvchisi ekan. Xo'p, tashqi ko'rinishni solishtiramiz bo'lmasa. Hoppa, sochlari ikkita shoxmi chiqib turibdi kallasidan. Ko'zlari sal chapga qaragan, burni, og'zi, ikkita chizig'i bor. Anaqa yuz yozichkasi bor ekan, mashin nomer. N7 T5 N7 T5 raqami to'g'ri. Xo'p, mashinasi mashina orqasi dumi bor mashinada. Xo'p, emblemalarga ham qarab qo'yik. Men poddelka emasman, falshivka emasman deyapti-ku. Bu menman. Ya, to'g'ri tushun, bu meni vazifam. Aylanay. Yurishni qilmagan. Orqasi dumi bunaqa qiyshiq ekan. Tekismas ekan. Shunga e'tiborli bo'lamiz, bo'lmasa. Qo'yib yuborsak bo'lar ekan buni. Ayb topolmadim men, to'g'risi bilmadim. Yana qayerda ayb qolib ketgan bo'lsa. Men bu yerda tinchlik topaman deydi-ku. Tinchlik topishni bilmadim, lekin anaqa topsa kerak. Oxirgi mashina. Вероятность того, что ты успешно справишься со своей задачей в 0,003%. Впрочем, это все равно более вероятно, что ты найдешь себе друга. Ха-ха, шучу. Hazillashdim dedi-ku. Xo'p, ismi Skydos. Xo'p, avlodi super kompyuter ekan. Jins ayol ekan, lekin kompyuter bo'lsa ham yoshi 25 ta ekan. Buni ham короче, qarindoshiga aloqalar, kartochka bilan qarindoshiga bular nima hammasi kartochkadan ko'payganmi deyman-da. Xo'p, bitta asosiy ismi bor, kallasi chizig'i bor. Ko'kragida emblemasi bor. Короче, nerf bor ikkita. Воспользоваться порталом. Eshik ochildi dakansa. Eshik dakansa ochildi lekin. Va nihoyat sen menga kelding. Xo'p, sudga keldik bo'lmasa. O'yindan anaqalarimiz nima deydi oti? Olgan taassurotlarimiz psixologik horror degan edi. Demo versiya tugadi. O'ynaganimizga rahmat aytayapti. Xo'p. Agar o'yin senga yoqqan bo'lsa, deyapti, spiskaga qo'shib qo'y, deyapti. Men buni to'g'risi horror spiskaga qo'shish niyatim yo'q. Atak 18+ yo 21+ spiskaga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Atak efirga bo'lmaydi menimcha deb o'ylayman, yoki bo'lmasa qanaqadir zapsga. O'ynab qo'ydik, zaps qilib qo'ydik. Mayli, endi xafa bo'lmasin. Istaklar ro'yxatiga qo'shib qo'yamiz. Istaklar ro'yxatiga qo'shib qo'ydik. Asosiy menyuga chiqamiz. Xullas, barchaga rahmat. Shu yergacha ko'rganlar hammaga. Qisqacha o'yinimiz, o'yin mobaynida aytilgan gaplar. Men boshqa fikr bildira olmayman bu o'yinga.